omonatlari haqida so'rashganda odamlardan omonat ko'tariladi deganlar. Eng go'zal fazilat shu noyoblashib boradi. Omonat ko'tariladi. Omonatga rioya qilish, hamma ulug'larimizni hayotini ko'raylik. Ularning eng go'zal fazilati omonat bo'lgan. Ulug'lardan birlari Qur'on o'qib ketayotib, otda arablar yelkasiga tashlab oladi-yu ridoni. Yelkasidan tushib, otning ustidan sidirilib tushib qoldi. Yelkalardagi ridolar. Bir qancha yo'l yurgandan keyin sheriklar yelkangizdagi ridoyingiz qani desa, qarasalar yo'q, tushib qolgan ekan. Otdan tushdilarda, hozir sizlar bir oz meni poylab turinglar deb turib piyoda yurib keta boshladilar. Hazrat, nega piyoda yuryapsiz? Bu ot bilan borib kelsangiz bo'lmaydimi deganda, bu ot ijaraga oluvdim. Men buni shu tarafga minib borish uchun ijaraga aytib oluvdim. Men boshqa harakat uchun ko'zda tutmagandim deb omonatga rioya qilishim kerak deb turib, bergan va'dalariga xilof ish qilmaslik uchun otni o'sha yerda to'xtatib, borib o'sha ridolarni olib kelgan ekanlar. Mana omonatdorlik. Inson ulug'likni faqat ibodat bilan topmaydi azizlar. Namoz o'qisa-yu birovni haqqidan qo'rqmasa, hajga borsa-yu bergan qarzini qaytarib bermasa, bu qanday gap bu? Payg'ambar